Suv. Assalomu alaykum akalar, sizlar bilan men bugun Ronas va sherigim har doimgidek Revinio bilan bugun survival qilamiz. Survival 100 kun, albatta 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Salomlashganing. Assalomu alaykum hammalarga. Sizlar bilan Revinio. Revinio. Nima deb oldingki? O'zi Chiroyli turibdi. Revinio emas ekan, yo'qoldi. Korotisi, mana shu yerda 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Qani nimalarga erishib olamizligini. Ekalamiz. Aytgancha videoga like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz ham ancha nima video qo'ymadim. Biz ham deb turib ancha nima video qo'ymadim. Bittadan foydalansa bo'lmaydi. Jinnimizdan qanday oz bittadan menga tosh bir yo'l toshli keka qilib ber. Berasan? Mana. Ha, bilan nimani tashla. Hatta mol bor ekan lekin. O'ldirmayana. Chunki menga tez uzyapti, nimaga? Nimaga? Bilmadim. Hayda. Mana sakra. Ay Uzbek. Do you speak English? Bana kazanma yerim. Yaxshiroq joy topishimiz kerak. Qo'y bor ekan, qo'y. Keng dalalar bor ekan, keng dash bor ekan, maki. Qo'y yag'i. Ha, qo'ychi. Imo. O'ldirib ki. Xullas bu bizning birinchi kunimiz. Tovuq bor ekan, tovuq. Mata skelet ovozini eshitdim. Kirkada o'lmayotgan mana. G'or bor shekilli aytdi. O'zi saylab kelaymi? Kelin. Mana meni mol ham, qo'y ham 3 ta qo'y bor ekan, bitta mol bor ekan. Vah. O'ldirib xato qilibdi. Ha, keyin spam bo'laveradi. Hozir meni qornim och, itti och qornim. Qo'ylar bor ekan, qo'ylar. Qornimni ayamay ketkizyapman-da. Och qolyapman keyin. To'g'ri. Mayt, qara. Azitdan aqturing. Qurib qopti. Maytda pechga bilan pishiraman go'sht. Menda ham 3 ta go'sht bor. Ya, o'tda zombi ovoz eshitilyapti, g'or bor shekilli, borib kelaman. Ketdim men. Bitta go'sht olib borib kelaman. Bir dona. Ketdim. Ikkita o'qatim qoldi. Men zaten ketyapman. Sen jitdasan. Mana shu yerda zombani ovozini liba odam eshitgandir. A few moments later. Ketyapman. Bir odam meni yo'q ko'rinmay ketgan edi. Men bilgandim, men kutgandim. Nimaga? Topdim bor. Faqat o'ta zimziyo. Bundan nasr urgani shu. Qandan qorni to'ydiram? Ha? Qorni to'ydiram.
Nima kerak bo'ldi? O'zing yorug'da turibdi. Biz bu yerda na iloj ko'mir yasashga to'g'ri kelar ekan. Biz hech vaqoimiz yo'q, baloyimiz. Tuziro uyimiz yo'q hozircha, hech baloyimiz yo'q. Yurib biz yashab. Hatta biz pechka yasaymiz. Pechka yasab turib, bunga oton qo'yamiz. Bundan mana uni temir chiqadi degan umidda edim, chiqdi ham. İşte. Bilmadim hozircha. Beshta. Yana bitta topsangiz ikkita ketga qolamiz. Kirkaga balo bormi? Bitta qaychi qilish kerak. Nimaga? Nima qilgan? 7 ta junim bormi? Bo'lmas kerak. Bizga hozir kirka nima kerak bu hozircha? Ha bo'pti. Meni yasamoqchi fonus. Nima qo'lda ham yoritavermaydi fonus. Qo'lda tepada ham bor ekan, xuddi shu joy tepasida. Bola tushsam 100 saluladan joyda fon. Akin qaraya qo'ygan. Chuqur ekan g'or. Yo'lga ketamiz to'g'ri. Niyat yaxshi qilish kerak. Yomon niyat bilan yashab bo'lmaydi. Lava topdim. Qana gap bo'ldi? Mana qara. Nima kerak? Lekin naqa yasash kerak. Nimani kuchaytirgan. Ular biz boymiz. Hattam temir bor ey. Tushib ketib qo'y. Tepada. Yo'q, pastda. Mana qara. Mana tushkin pastga. Temir teryapti. Yaxshi ham ustiga chiqib olmabdi onasi. Hayotim ne ajarlik bo'lardimi? Uloq bo'lyapti, nima? Vulqon, lava. Temirda deb hayotimni xavfga qo'yyapman. Arzimas narsani deb o'ylayman. Hech ham arzimas. Fonuz yo'qda. Oltin topdim. Nereye? Reston. İşkilim men topib olmadingizmi? Mana tepada turibdi. Ha, buni sen mesela. Ko'mir topdim. Yani shuncha noz ne'matlar turganda ko'mir nima? Ishqilib Toshkentga chiqamidi? Ko'mirmi? Yo'q, reston. Chiqmaydi. Chiqsa kerak bilmadim. O'zim uchun bir bordim, chiqmaydi. Hayban qilib qo'ydim. Darajasiga cho'l urdingiz. Bilaman, temir nimada qilyapman, eritishga. Voy, bilan narada pechkam qolib ketdi. Men bormi? Ey. Pechking. Mana yasa, versajim bo'lsa, voy, bilan uncha gadaysan. Temirlar tinchib turaylik qani. Oltinga ham bilamiz. To'g'ri. Men ko'rasanmi? Begarga men hali sezmaganman-da zombida ovozim. Skelet bilan. Tepamda bor edi, ya'ni.
bir yil oladi. Kömür zaxirasi do'f. Ha, kömür. Go'sht olib tusholaymish qilib. Chichi var. Olib tushirdim, ichida bormaydi. Yana 4 ta olib sopay. Oltin yana topdim. Sen ko'rgan oltinmi bu? Tepadan Ha. Ajir turibsizmi? Tepada yana bor ekan men aytdi. Mana lavani yopish kerak bo'ladi. taxtingiz bilan taxtamni olding. Bor. Ag'raydi menga. Kecha. Vershtash whatever. Tepada qolib ketibdi vershtash bilan pechkani nima qilamiz? Qati ko'mir ko'rdim men, ko'miring bormi olib kelgin? 37 bor. Olib kel. Tez. Ish bilan. Izlash. Tezlash, mana pishmaydi bo'lmasa. Bo'lmas. O yoqda ko'rganman, uni aytmayapman. O yoqda boshqa shu sen aytgan. Temir sop o'ynaman. Cho'ta betdan boy bo'lib chiqib ketamiz u. 30 ta o'tdi. Sendan Yo'q, ikkalamiz. hammasini sotib qo'ydingmi sen hozir? Menda 22 ta bor. 53 ta ekan. Yo'q. Hozir men nima yasamoqchi edimki? Mashina ol. Thank you. Mesh oltinni olaman endi. Ko'chini qaz o'zimdan. Qon Urumchali ovoz keldi. Solish bamakiz. Qilish yasab olish kerak bitta. Mana shu restoranni olaman. Hayot go'zal. Bu yana bu. Menimcha biz uy qurmasdan uji boy bo'lib ketdikmi? Nima deysan? Uyda boy bo'yinda yurish kerak. Ha? Uyda boy bo'yinda yurish kerak. Nima deb o'ylaysan? Nechinchi kunlarda oppoq uy quramiz ekan? 90. O'g'lim stop olsam mendan baxtli bo'lar. Kömür tersam, men termasam. Voy! Hayot go'zal bu, ha. Bir qara. Nechasiz bor edi? Hamma oltin menda. Palagarligim qaraylar bolalar. Birinchi kunda palagarlikda oliy darajasi. Ko'rib turganinglardek Ronostini yutari bo'sh, ikkita go'shi, ikkita ko'chati bor xolos, daraxt ko'chati. Shunaqa gaplar. Hatto skelet mazaqib so'zib yuribdi. Shu joygacha ko'rganlar bo'lsa like va munosib bo'ladi. Ziyon qilmaydi, tushunayapsizmi? Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda. Ashdan oldin pastga tushaman, o'lib qolsam yana u yoqqa qaytib kelaman, mashinaga bosib qo'yinglar. Hech qolmasdan. Shuncha mehnatimizda, shuncha ro'mimiz mehnatimiz qadrlagan holda. Yana bayg bo'lib qoldi. Erinmasdan qaytgan holda. Go'zal joydan tushganlar, tekis ketgan ekansan, mana. Suv ko'p bo'lsa qo'yib qo'y. Yo'qda suv. Ya, qolgan. Ikkita go'shim bor ava. Bilar. Voy bilar. Palakat bo'lib chiqdimmi? Bu yerda bambu bor ekan. Revenue. Sen revenue misan?
Evin yok. Ulan evin hayatlar evin yok. Yo yo yo. Yok yok. Yo yo. Go. Go şarı. Takoşu. Gon şarı. Endi ehtiyotkor bilan bo'lib tushaman. Meni ehtiyotkorligim yo'q. Gap isbot bilan bo'lsin. Depani bolalar, meni ehtiyotkorlikda oliy darajasida sinovdan o'tgan bola. U ana. Hikmat ölü. Ko'ryapsizlar? O bilan mukammal tushish bo'ladi bu. Maktab ham temir bor ekan, maki. Düştünüz mü size? Idusida. Idusida. Menga ham narsa ber. Haş. Narsam yok. Berdim, ber. Demir. Taxtachi. Narsam yok. Voy bila. Vay bile. Endi taxtasini nima qilamiz? Taxtasi. Menga bo'sh ketgan bo'lsa ber. Ne kadar satas. Men ikkita ko'chat bilan keldimmi? Vurma ölüp olama. Bo'pti, men texmanim bunisida. Qachon so'ra bu? Bo'pti, menga bir ikkita tosh ber deb aytib kelib. Mayda. Mayda temir bor ekan. Mana. Men senga yo'l ko'rsatib beraman. Mas'ud u tushadigan joy qo'yib qo'ygan, men haligindaqa tushaverib zerikib ketdim. Demir sizde. Bo'ldi gap. Yana o'lib ketsa 1,5 ta jon. Ko'ting qisib tur 1,5 ta jon. Maşallah bir yanımda camına yürüyoruz. Göz değil mi? Ashuna ayt. Bo'pti, ovqat ber menga. Ovqatim yok. Chichora. Mana. Ber bitta. Ber. Steak. Salom yetib olaman deb umiddaman. Sekin shoshilmasdan. O'ta Skelet görüp o siz yaxşı olardı. Aşında tezir özdürerdi. Mayda Skelet. Yana bak. Aşağı girebiliyor. Verin lan o kadın. Toru verin mi? to'g'ri chiqmadi. Menga zombi bor ekan mayda. Toru yok ekan bitta. Menga temir bor ekan. Faqat uni qorovuli bor ekanda. Menga mana. Ana. Menga mana. Qorovul. Koşup durayım. Men chiqish yo'lini topolmayapman. Mayda restoran bor ekan. Xullas to'g'ri men hozir aytib ketishim kerak, lekin undan oldin sizlarga bitta gap bor. Shu joyda videomiz tamom jigarlar. Ko'rishguncha sog' salomat. Hozircha 2 kun yashaylik. Goodbye.